Obed bo'ldi, hali uxlayapsanmi? Ekonom qilaman. Nimani? Завтракка. Olinglar. Nima bu? Bu ham ekonomikami? Yengil ovqat? Qatag'i obedga ovqat qilmadingmi? Adasi, bu rostdan ekonomika. Mana bunaqa yengil ovqat yesangiz semirib ketmaysiz. Ukamni qarang, uydaligida ozg'in edi, qornim chiqib ketgandi. Bir oyda ozishga necha pul sarflayapsan? Shu 300 Ko'rdingizmi? Oilamizda har oy 300-400 dollar ekonom qilaman. Olinglar. Hatto bu bir tarelka ber, ikkita. Menga qara, ikkita tarelkani yuvishga ko'p suv ketadi. Bitta deyaveringlar. Voy, olinglar, nimaga olmayapsiz? Sovib qoladi. Olinglar. Ya, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Osa qanday sariq bo'lib ketsan? U menga qara, hozir bu mehmonlarga kamida yo qozon ko'p yo osh qilib berishim kerak. Go'sht o'zi 300 ming. Hali u ovqatim o'xshaydimi yo'qmi? Bularni uyda mehmon qilishim 200 dollarga aylanadi. Sariq bolaga olib keldim. 200-250 mingga tizza bo'y yeb ichar. Sariq bolani istalgan filialiga borib, sariq bola ilovasi orqali 20 santimetrli pitsa zakaz qilsang 37 ming emas, balki 22 ming so'mga olasan. Agar uyga dastavka qildiradigan bo'lsang, uchtasini dastavkasi ichida 89 mingga yetkazib berishadi. Uzr-ku. O yema o. Qo'yvoringanga qayga olib ketyapsiz meni? Menga emas, oyediga adem bilan tanishtiraman. Adasi qarang. Bola asrab olamiz dedingiz-ku. Jinnab qoling, katta bola-yu bu. Hozir chaqaloq olsa, unga kasha, pampers, kiyim-kechak, bog'cha, maktab. Mana kattasini oldim. Ishga chiqarib yuborsam, pulim topib keladi. Qo'yvoring, detskiy plashatkaga bolam qolib ketgan qarab o'tiribdi. Voy, adasi bu bilan bobo ham bo'lmiz. Qarang, ekonomika.